Leksiyemizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşım. Yaponiya matbuatları Prezident Obama bilen Reis Xi Jinping'nin uçuruşuş puristi muvaffak bolmadı. Yani Reis Xi Jinping Cumhur'un Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Obama bilen uçuruşmuş söhbet elip verişinin peyti puristi yaxşı fursat bolmadı dep mavzu koyuptu Yaponiya matbuatları. Amerika Cumhuriyeti oturuştu ihtilaf keskinleşti. Dep körsetdi mavzulu haber 3. ayının 31. günü Dovitor betide ilan kılındı. Haber mundaq başladı. 4. kıtımlık yadro kuralları bexatarlik yığını 3. ayının 31. günü Washington'da açıldı. Kişilerin dikkatini çekivatkan Cumhur'un Reis Xi Jinping bilen Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezidenti Obama'nın söhbeti mi oxşaşışı günü ötküzüldü. İki tarafın yadro meseleleri de köz karışı oxşaş boldu. Oturdaki ihtilaflar teximo keskinleşti dikkat vatandaşım. İki devlet oturusundaki Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cumhur oturusundaki ihtilaflar teximo keskinleşti. Yaponiya NHK televizyası 4. ayının 1. günü haber kılıp mundaq görsetdi. Prezident Obama bilen Cumhur'un reisi Xi Jinping söhbetide Çavuşan meselesi, yadro kuralları, Cenubi Deniz meselesi boyunca gerçi gayri fikirde bulmagan bolsa mı? Lekin tepsilat ve detallar bundan keyin qandaq taqabul turuş meseleleri de Cumhur'un reis Xi Jinping ötken yılı 9. ayda ifadelagan mulayim pozisiyasını bırakla özgertip dikkat vatandaşım. Reis Xi Jinping ötken yılı 9. ayda ifadelagan pozisiyasını bırakla özgertip karşı tarafga yani Amerika Koşmuş Ştatları hükümet tarafga Cumhur'un qattiq stratejik meydanını aşkarılı. Karşı tarafga yani Amerika Koşmuş Ştatları tarafga Cumhur'un qattiq stratejik meydanını aşkarılı. Ekim meseleleri agentlik haber kılıp bundaq görsetdi. Keçirem vatandaşım. Ekim meseleleri agentlik haber kılıp bundaq görsetdi. Amerika Cumhuriyeti devlet başları söhbeti ciddi keyfiyat içinde ötküzüldü. İki devletin köp meseleler boyunca ihtilafları texam aşkarlandı. Ekim meseleleri agentlik demedeydi. Amerika Cumhuriyeti söhbeti Bokat'ın Washington'da ötküzülgen söhbette iki tarafın ciddi keyfiyat içinde ötküzüldü. Şuncaklı iki devlet oturusundaki meseleler boyunca ihtilafla texama aşkarlandı. Söhbet başlanış bileli Prezident Obama mundaq görsetdi. Reis Xi Jinping bilen Koriya yerim aralığını yadrosuzlaştırış. Bexatarlik komitetinin kararı boyunca Çavuşan'ı embargo qilish jihatda fikir birligimiz bolganlıktan ve Çavuşan'ı embargo qilish mazmunlarini saqlab qilish jihatda xushal bolganligimni bildiraman. Bunun qarta Reis Xi Jinping ta'kidlab, nima dedi? Cumhur'un Reis Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Cumhur taraf Çavuşan yerim aralığını yadrosuzlaştırış meselesi de izchil çantırıp geldi. Muqimlikni qo'g'dash ve söhbet orqali masala hal qilish jihatda izchil çantırıp geldi. Cumhur her qaysi taraflarning mukammal bexatarlik komitetinin kararlarını qattiq icra qilib, vaziyatni keskinleştirdiğin her xil ibarlarını sözleşten saqlanishni tashabbus qiladi. Bu Cumhur tashabbusini ko'rsatadi. Başka devletlerinin bexatarligi ve menfaatiga ta'sir ko'rsatadigan ve burayında stratejik tangpungliqqa ta'sir ko'rsatadigan her qanday tadbirlarni qo'llanmaslikni ta'kidlaydi. Mundaq ifade bildirish Amerika Cumhuriyeti devlet başlarının Çavuşan'ga qo'llangan taktikasının çoğun nişanı da
negizlik o'xshamaslikning barligini agar qadam keskinlashib ketsa, Koreya Çavuşan meselesini hal qilishda bir opet şekillendiğini gösterdi. Yaqin meseleler agentliğinin deydi ahırda, agar ikki davlat o'rtasidagi bu masalalarga tutgan pozitsiya mushundoq keskinlashib kelsa, u vaqtda Çavuşan meselesini hal qilish jihatda bir opetli ko'rinishning shakllanganligini ko'rsatdi. Janubiy dengiz meselesida Prezident Obamaning fikrida yangi ma'no yo'q. Yangi gap yo'q edi. Harbiyleştirishni to'xtatib, muqimlikni qo'g'dashni, erkin qatnashni ta'sir ko'rsatmaslikni o'tirib qo'ydi. Prezident Obama burunqidekla muqim burayning muqimligini qo'g'dash, tinchligini qo'g'dash, erkin qatnashni kapolatga qilishdan iborat burunqi so'zni Amerikaning burunqi tashabbusini bu qatim yana ta'kidladi. Lekin buningga javoban Rais Xi Jinpingning pozitsiyasi qanday bo'ldi? O'tgan yili Amerikani ziyorat qilganda Janubiy dengizni Janubiy dengizni harbiyylashtirmaydiganligi to'g'risida bergan va'dasini bu qatam Rais Xi Jinping biroqla o'zgartib, Jungo Janubiy dengizda egilik huquqini va munosabatlik huquqlarini qat'iy qo'g'daydi dedi. Janubiy dengizning tinchligi ve muqimligini bar kuch bilan qat'iy qo'g'daydi dedi. Talash tartishlarni tinch yo'l bilan hal qilish prinsipini ching turdi dedi Rais Xi Jinping. O'xshashda erkin qatnashni bahona qilib, Jungoning egilik huquqi, bexatarligi va manfaatiga ziyon soladigan har qanday harakatni qabul qilmaydi Jungo deb ko'rsatdi Rais Xi Jinping. Amerika Qo'shma Shtatlarining egilik huquq va territoriya talash tortish masalalarida bir tarafga yon bosmaslik to'g'risida bergan va'dalarda ching turishini umid qiladi Jungo dedi Rais Xi Jinping. Ko'ryapmiz vatandoshim, bu kishining munchalar yo'g'inab ketganiga diqqat qildingizmi vatandoshim? Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungo ikki davlatning bu qatimliq yangi suhbatida xalqaro talash tortishlar bo'layotgan masalalarda o'zaro tushunishni qo'lga keltirolmayla qolmasdan, demak ikki davlat o'rtasida o'zaro tushunish qo'lga keltirolmayla qolmasdan balki ixtiloflarni oshkorlagan bir qatimliq suhbat bo'ldi. Har kim o'zining fikrini qo'yib elishgan bir suhbat bo'ldi. Tig'ma-tig' elishgan bir suhbat bo'ldi. Janubiy dengiz masalasi bo'yicha amda qilishni g'ilobdan so'rilgan, kirishlar o'qyada tartilgan, qil ustida turgan jiddiy vaziyat o'ttiriga chiqadigan bo'ldi. Diqqat vatandoshim. Janubiy dengiz masalasida amda qilishlar g'ilobdan so'rilgan, kirishlar o'qyada tartilgan, qil ustida turgan jiddiy vaziyat o'ttiriga chiqadigan bo'ldi. Çavuşan meselesinde Amerika, Yaponiya, Koreya davlatlari teximizga maslahatlashib vaziyatni pasaytish va muqim muhit yaratishni umid qilamiz deb ko'rsatdi Yaponiyaning en eski televiziyasi. Demak, en eskining oxirgi gapi qargan vaqtida biz Sharqiy dengiz tarafdan vaziyatini Amerika, Yaponiya, Koreya üç taraf birleşip qo'g'dishimiz lozim dedi. Lekin Janubiy dengizdagi masalada ana shunday qilishlar g'ilobdan so'g'rildi. Kirishlar o'qyada tortildi. Vaziyat qil ustida turibdi yoki vaziyat qil ustida turgan vaziyat o'ttirga chiqadigan bo'ldi. Bu demak, Yaponiya en eski televiziya stansiyasining televiziya programmasida anlatilgan xabar, ko'rsatilgan xabar bu qatim Washingtonda 31 kun o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama bilan Jungoning Rais Xi Jinping o'rtasidagi suhbatning kayfiyat darajalik mazmunli.